Azizlar, bahor keldi, bahor bilan allergiya ham keldi. Bugun juda ham ko'plarda uchraydigan allergik rinit, allergik tumov haqida gaplashamiz. Allergik tumov o'zi nima? U nima uchun bo'ladi? Allergik rinitda qanaqa tekshiruvlar o'tkazish kerak? Allergik rinitni davolamasa qanaqa asoratlarga olib keladi? Videoning oxirida o'zimda ham allergiya bor. Men qanday o'zim davolanishim haqida o'zimni lifehacklarimni sizlarga beraman. Xo'p, allergik rinit bu burun shilliq qavatining surunkali yallig'lanishi hisoblanadi va bu yallig'lanishga allergenlar sabab bo'ladi. Allergiya o'zi butun dunyoda 10% dan 30% gacha tarqalgan. 40% kasallar, tasavvur qiling, bolalar. Hozir bolalarimizda ham allergiya juda ko'p kundan kunga jadallik bilan rivojlanyapti. O'zi allergiyaga olib keladigan sabablar nima deb so'rasangiz, bularga bir nechta sabablar kiradi. Birinchidan, mana shu daraxtlarning gullashi. Ba'zi odamlarda mana shu sezonniy allergiya deydi, mavsumiy, bahor kelishi bilan ba'zi bir gullar, daraxtlar gullaganda allergiya boshlanadi. Ikkinchisi, uy changiga bo'lgan klesh deydi, o'shalarga allergiya bo'lgan odamlarda allergiyasi bo'ladi va uchinchi, ba'zi odamlarda lateksga yo ba'zi bir ovqat mahsulotlariga allergiya bo'ladi. Bizni ham ishxonamizda shunaqa jarrohlar borki, o'sha oddiy lateksli perchatkalar kiyishsa, birdaniga qo'llari qichishib, qizarib boradi. Ularga maxsus gipoallergenni klinika o'sha perchatkalar oladi, o'shalar bilan ular ishlashadi. Allergiyaning yana boshqa sabablari bu havoning ifloslanishi. Hozir tez-tez uchrab turadi. Afsuski bizni shaharlarda ham mana shu havoda PM zarrachalari ko'payib ketishi, bular ham allergiyani ko'payishiga olib keladi. Sigaret, tamaki mahsulotlarini chakish bu ham allergiyaga olib keladi. Yoki agar chakmasangiz, oldingizda birov chaksa ham, mana shu passivniy kureniy deydi, mana shu paytda ham sizda allergiya rivojlanishi mumkin. Yoki bolalarda yoshligidan antibiotiklarni qilish, antibiotiklar berish, albatta endi zarurat bo'lsa antibiotik beramiz, lekin xudo behuda ota-onalar ba'zida o'zlari o'zboshimchalik bilan aptekaga borib, antibiotikni olib bolalariga ichirishadi. Mana shu ham allergiyani ko'payishiga sabab bo'ladi. Yana bir sabablardan biri bolalarda allergiyani ko'payayotgani, bolalarimiz haddan ortiq shirinlik, fast food, gazlangan ichimliklar, mana shunaqa kim sostavi bor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilyapti. Shuni hisobiga ham bolalarda allergiya ko'payapti deb o'ylayman. Xo'p, allergiyani belgilari qanday bo'ladi? Ko'pchiliklar shamollash bilan allergiyani adashtirib qo'yadi. Hozir adashmasligingiz uchun men sizlarga belgilarini aytaman. Siz esa uni albatta eslab qoling. Allergiyada asosan 4 ta belgi bo'ladi. Bemorni tez-tez aksi urishi, kuniga 10-20 martagacha burnidan oppoq suv kelishi, burun bitishi va burun qichishi bilan kechadi. Yana qo'shimcha qanaqa belgilari bo'lishi mumkin? Ko'z qizarishi, ko'z qichishi, to 60-80% gacha bo'lgan bemorlarda mana shu ko'z bilan bo'lgan muammolar ham qo'shilib keladi. Tomoqni, tanglayni qichishi, mana shu ham allergiya belgilari. Allergiyada nima bo'lmaydi? Allergiyada temperatura bo'lmaydi va allergiya sekin asta rivojlanib keladi. Shamollash, masalan, siz shamollagan bo'lsangiz, kasallik birdaniga boshlanadi. Tana harorati oshishi bilan, tomoq achishi bilan boshlansa, allergiya sekin asta rivojlanib, tana harorati ko'tarilmaydi va tomoqda og'riqlar bilan kechmaydi. Mana shu yerda farqlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, allergiyani davolamasangiz qanday asoratlarga olib kelishi mumkin? Asoratlar ikki xil bo'lishi mumkin. Mahalliy, mana shu burunda kechadigan, lor organlarida kechadigan va butun organizmda kechadigan mahalliy asoratlarga ko'p odamlar mana shu joyiga e'tibor berishini istardim. Burun bitgan paytda burun nima uchun bitganini mana shu aniqlamasdan birdaniga burun toraytiruvchi Rinaxil, Xil, Snoop degan spreylarni o'zboshimchalik bilan sepishni boshlashadi va spreyga qaram bo'lib qolishadi. Yaqinda bir qizni ko'rdim internetda, voydod deb baqirib yotibdi. U kishiga doktor Snoop bergan ekan burunga sepishiga. U kishiga aytishmagan ekanki, o'sha ko'p vaqt sepsangiz burningiz bitib qoladi deb, lekin vaholanki har bitta shifokor o'sha yozib beradi. 5 kun seping, 7 kun seping. O'shandan prosta ortiq qilish kerak emas. Yana bundan tashqari o'sha kishi aytayaptiki, mana sinupret bor ekan, zo'r ekan, shuni ichish kerak ekan. Aslida bu mana shu bizni jamiyatimizning fojiasi. O'zi shifokor bo'lmagan odam, o'zi mutaxassis bo'lmagan odam o'ziga
taalluqli bo'lmagan sohadan maslahat berishaverishadi. Bizga ham kelishadi, doktor burun poliplarini operatsiya qilmaslik kerak ekan. Kim aytdi? Nimaga qilish kerak emas ekan? Unday bo'lar ekan. Kim aytdi? Xolam aytdi. Xolangiz kim? Bozorda sotuvchi. yoki amakim aytdi. Amakingiz kim? Amakim usta. Mana shu uchun ham ko'p tushunmovchiliklar, har xil mana shu kasallikni o'tkazib yuborishlar bo'ladi. Ba'zi polip haqida gapirdik. Mana shu allergik rinitni vaqtida davolamaslik poliplar o'sishiga ham olib keladi. Poliplar o'sib ketsa agar burundan nafas olish qiyinligi, burun bitishi, burundan ajralma kelishi, hid bilish pasayishi bo'lishi mumkin bemorlarda. Uzoq vaqt burun bitib yurgandan keyin quloq bilan burunni birlashtirib turadigan yevsaki nayi bor. O'sha yevsaki nayi yopilib qolsa, bemorda eshitish pastligi, bemorda o'zini o'zi ovozda eshitishi, mana shu yestahid deydi, yestahid nayi bilan muammolar bo'lishi mumkin. Kasallik yana davom etaversa, yestahid nayi yopilib qoladi yo'li va parda orqasida suv to'planadi. Buni eksudativ otit deydi. U kasallikda bo'lsa, eshitish pastligi, quloq bitishi kabi shikoyatlar bilan bu kasalliklar kechadi. Va yana bir kasallik bu surunkali gaymarit bo'lib qolishi ham mumkin. Chunki doimiy burun shilliq qavatini yallig'lanishi hisobiga drenaj funksiyasini o'sha bir kunda barcha pazuxalarda yarim litrgacha suyuqlik ishlab chiqariladi. Mana shu suyuqlik to'liq chiqib ketmasa, bemorda surunkali gaymaritdek kasalliklar rivojlanishi mumkin va bu kasalliklarning ko'pi afsuski faqatgina jarrohlik amaliyoti bilan davolanadi. Shuning uchun vaqtida shifokorga murojaat qilib, o'sha allergik rinitni to'g'ri davolash kerak. Butun organizmda kechuvchi kasalliklardan biri ko'p kishi qo'rqadigan bu bronxialni astma, birdaniga o'sha nafas qisib qolishlar, bemorning oldida o'tirsangiz hushtak chaladi. Mana shu bronxialni astma kasalligiga olib kelishi mumkin. Agar siz oddiygina allergik tumovga, burun oqyapti-ku, bir ikki aksiya uryapman-ku deb e'tibor bo'lmasangiz, mana shunaqa asoratlarga olib kelishi mumkin. Ikkinchi asorat bu apnoe deydi, o'sha uyqu payti nafas to'xtab qolishi. Burun yaxshi nafas olmayapti, buni hisobiga yana allergiyangiz bor va sizda o'sha uyqu paytida nafas to'xtab qolish kasalligi rivojlanishi mumkin. Bu kasallik hattoki o'limlarga ham olib keladi. Erkaklar uchun bir ma'lumot, mana shu uyqusida xurrak o'tib nafas to'xtab qoladigan bemorlarda erkaklik quvvati bilan, sal urologiya tomonga ham o'tamiz, erkaklik quvvatini pasayish ehtimoli 50% dan 70% gacha pasayar ekan. Agar sizdan uyqu paytida nafasingiz to'xtab qolayotgan bo'lsa ham, u paytda ham zudlik bilan lor vrachga murojaat qilish kerak. Doimiy og'izni ochib yotishni hisobiga, mana bolalarda allergik rinit bo'lsa agar, doimiy og'izni ochib yotsa agar, yuz jag'da o'zgarishlar bo'ladi. Tepa jag'i orqaga ketib, bunisi oldinga chiqadi, pastga esa yoki tish qatorlari buziladi va shunchaki hayot tarzi ham buziladi. Tasavvur qiling, doimiy ravishda siz burningiz bitib, aksi urib, burunlaringiz qichib yuribdi, uyqungiz yaxshi emas, kechasi yaxshi uyquga to'ymagansiz, ish tarzingizga ham, kayfiyatingizga ham, barcha narsaga albatta ta'sir qiladi. Odam ovqatsiz, masalan, bir hafta yashashi mumkin. Suvsiz 3 kun yashashi mumkin, lekin kislorodsiz, yaxshi nafassiz yaxshi yashash umuman iloji yo'q. Diagnostikaga to'xtaladigan bo'lsak, 80% holatlarda mana shu bemorni shikoyatlarini eshitib ham allergik rinit diagnozini qo'yish mumkin. Qo'shimcha diagnostika, mana bizda LOR kombaynlar bor, zamonaviy kameralar, hozir xudoga shukr O'zbekistonda barcha klinikalarda mana shu jihozlar bor. Bitta narsani e'tirof qilib ketishim kerak. O'zim Moskvada o'qiganman 6 yil mobaynida. Hozir O'zbekiston shunchalik lor rivojlandiki, har bitta kabinetda, har bitta hattoki mana davlatimiz tomonidan hozir poliklinikalarda ham mana shu lor kombaynlar berildi. Hattoki Moskvada emasdiru, Moskvada hamma joyda bor lor kombaynlar, ko'p joyda bor. O'sha ham lor kombaynda ko'rsa boshqacha narx, oddiy ko'rik qilsa boshqacha narx. Bizning doktorlar baraka topishsin, hammada lor kombaynda ko'rib bir xil narxda berishadi. Chunki yaxshi ko'rsa yaxshi davolaydi. Shuning uchun doktorlarimiz shuni tushungan holda lor kombaynda ko'rishadi. Fikrim boshqacha edi. Mana shu Rossiyani chekka qishloqlarida ko'p joylarda lor kombayn degan narsa yo'q. Shuning uchun bizda lor sohasi eng tez va jadal rivojlanayotgan sohalardan deb aytsam bemalol bo'laveradi.
Ikkinchidan tekshiruv qilinadigan narsa bu mana shu qon analizini tekshirish kerak. Qonda ezinofillar soni, immunoglobulin G degan ko'rsatkichlarni ko'rsa bo'ladi. Keyin allergologlar ham bu kasallikni davolaydi. Allergologlar qo'shini probalar qo'yadi. O'sha ma'lum bir allergenlarni qo'yib chiqadi-yu, o'sha sizga reaksiya beradimi, yo'qmi, o'shanga sizning allergiyangiz bormi, yo'qmi, o'shani tekshiradi. Keyin yana bir xil tekshiruv bor, allergiya panel deydi. O'sha qoningizni olib, aynan nimaga sizning allergiyangiz borligini aniqlaydi. Xo'p, davolashga kelsak, davolashda biz o'z tajribamizda ARIA degan tashkilot bor. Bu o'sha allergik rinit va bronxialniy astmani davolaydigan tashkilot. Katta jurnallari, katta ularning rekomendatsiyalari bor. O'shalarni inobatga olib, juda katta olimlar ishlashadi. O'shalarni inobatga olib biz bemorlarimizni davolaymiz. U yoqda nima deyishadi? Allergik rinitda agar bemorda endi boshlanayotgan bo'lsa va bundan oldin allergik rinit kuzatilmagan bo'lsa, birinchi o'rinda ko'p tuzli eritma bilan yuvsin. Mana hozir Dolphin, Dr. Sinus degan tuzli eritmalar bor. O'sha aynan 240 ml bilan yuvish kerak. Mana bu Aqualor, Aquamarislar sepadiganlar ular uncha to'g'ri kelmaydi. Siz aynan tuzli eritma bilan burunni yuvib, burunda mana shu allergenlarni, shilliq qavatni ustiga o'tirib qolgan allergenlarni yuvib chiqasiz. Va o'sha bemorlarga antigistaminlar deydi, allergiyaga qarshi antigistaminlar, o'shalarning ikkinchi pokoleniyasini bersangiz yaxshiroq bo'ladi, chunki ular uyqu chaqirmaydi. Birinchi pokoleniyasiga mana shu diazolin kiradi yoki suprastin ko'plarimiz biladigan. Uni bermaganingiz ma'qul, chunki u tabletkalar uyquni chaqiradi, uyquchan qiladi odamni. Mana bu aytganimiz ikkinchi pokoleniya bo'lsa, levotistirizin, mana shu tabletkalar, bularda mana shu nojo'ya ta'siri yo'q, shuning uchun shuni ichsa bo'ladi va uni ichganda ham albatta 10 kun mobaynida ichish kerak. Mana shu joyga ko'p bemorlarimiz xato qilishadi. Tabletkani 1-2 kun ichishadi, sal allergiyalari orqaga qaytsa, birdaniga o'sha tabletkani ichmay qo'yishadi. Keyin allergiya yana qaytadi. Shuning hisobiga bir yaxshi remissiyaga tushib bo'lmaydi. Shuning uchun dorini ichganda to'liq ichish kerak. Ikkinchi bosqichda agar mana shu sizga tuzli eritma bilan tabletkalar yordam bermasa, burunga sepadigan mahalliy gormonal spreylar bor. Undan foydalanishadi. 3-stupenchda yana qo'shiladi dori. Shunaqa dorilar borki, o'sha bronxialniy astmaga ham yaxshi ta'sir qiladi, allergik rinitga ham yaxshi ta'sir qiladi. Singlon, Montelukaz degan dorilar bor. Mana shularni qo'shishadi. Keyin 3-bosqichlarda agar bemorda yaxshi yordam bermayotgan bo'lsa, mana bu dorilar ham asid terapiya degan terapiya bor. Bu mana shu bemordan aynan nimaga allergiya borligini aniqlab, aynan o'sha allergenni kam miqdorda organizmga kiritiladi. Bu lecheniyaси 3 yilgacha bo'ladi, bu davolashi va o'sha allergiyani ancha yillarga yo'qolishiga sabab bo'ladi. Bu mana shu oddiy xalq tilida aytsangiz, vaksinatsiyaga o'xshagan narsa. Xo'p, keyin yana nimaga e'tibor berish kerak? Albatta, agar burnida muammo bo'lsa, burundagi muammolarni hal qilish kerak. Hozirgi zamonaviy tibbiyot nima deydi? Agar burnida bemorda burun tuzig'i salgina qiyshiq bo'lib, uni allergik riniti bo'lsa, o'sha burun tuzig'ini to'g'rila deydi. Bizga ko'rikka bemorlar kelishadi, juda qiyshiq burunlar bilan, burunlarida poliplar bor, dimoqlarida adenoid bor. Mana shu bilan allergiyalari yana ham qiynashib yuradi. Unaqa bemorlarga birinchi o'rinda mana shu jarrohlik yo'li bilan to'g'rilab bo'ladigan narsalarni to'g'rilab berish kerak. Hattoki shunaqa bemorlarimiz borki, operatsiyadan keyin doktor 2-3 yilgacha allergiya meni umuman bezovta qilmay qo'ydi. Hozir yana qaytib keldi, lekin avvalgidek burnim bitmaydi deydilar. Bemorlar qiladigan eng ko'p xatolardan biri bu boya aytganimizdek o'sha o'zbo'shamchalik bilan dori-darmonlarni qabul qilish, salgina apshu desa ham o'sha antigistaminlarni ichish, bu ham yomon ta'sir qiladi. U ham yetmagandek, uni o'zbo'shimchalik bilan ishadi-yu va ularni o'sha 10 kun ichish kerak bo'lsa 3 kun ichishadi yo 5 kun ichishadi, shu bilan tashlab qo'yishadi. Yoki mahalliy burunga sepadigan gormonal spreylarni sepishni boshlashadi, 2-3 kun sepishadi, effekt ko'rishmaydi, keyin bo'lmayapti deb tashlab qo'yishadi. Aslida u dorilar 5-7 kundan boshlab ta'sir qila boshlaydi va ularni uzoqroq muddatga sepish kerak. Ya'ni 15 kun, 1 oygacha sepish kerak. Va yana bitta xatolari boya aytganimizdek, o'sha burun dekongestantlari, ya'ni burunni toraytiruvchi spreylar, Sinupret,
sinopret deyapman, Snoop yoki naftizin, rinazolin, rinaxillarni allergiyanimi bu, shamollashmi bu aniqlamasdan sepib yurib, keyin doriga o'rganib qolishlari. Xo'p, profilaktika, ya'ni qanday qilib biz shu allergiya bo'lsa yoki bo'lmaslikni oldini olishimiz mumkin? Uyda agar allergiya bilan xastalangan insonlarimiz, yaqinlarimiz yoki o'zimiz bo'lsak, birinchi o'rinda uyda barcha gilamlarni olish kerak. Mana shu gilamlarda uy klishchilari yashaydi. Keyin barcha chexollarni gipoallergenli chexollar qo'yish kerak. Mana shu ularni bir yilda 2 marta mana shu chexollarni yuvib turish kerak. Allergiya sezoni boshlandimi? Shu bahorda, kuzda changlanish boshladimi? Oynalarni yopib, konditsionerni havo tozalaydigan funksiyasiga qo'yib, iloji bo'lsa uyni namlantiruvchi moslamalar olish kerak. Agar sizda hayvonlardan allergiya bo'lsa, o'sha uyda mushuk bo'ladi, mushukdan bo'lsa, afsuski mushukni hamsoyaga, yaqinlarga berib yuborish kerak bo'ladi. O'sha hayvon yoki kuchukka, o'sha hayvonlar bilan kontakt bo'lmasligi kerak. O'sha kontakt bo'ldimi, pushkovoy mexanizm trigger deydi, shundan allergiya boshlanib ketadi. Va agar sizda oziq-ovqatga allergiya ham bo'lsa, o'sha oziq-ovqatlarni siz biladigan nimalarga allergiyangiz borligini bilasiz-ku, o'sha oziq-ovqatlarni yemaslikka harakat qilasiz. Boya aytganimizdek, agar chekadigan bo'lsa, chekishni tashlash kerak, spirtli ichadigan bo'lsangiz, uni ham tashlash kerak va agar chakmaydigan bo'lsangiz, odamlar chakadigan joylarda ham borib o'tirishingiz sizga zarariga o'ynashi mumkin. Xo'p, azizlar, barcha eshitgan narsamizni bir zakljuchение qilib shunday aytsam bo'ladiki, allergiyangiz bo'lsa, chidab yurmang. Allergiya hozir yaxshi davolanadigan kasallik. O'zbilarmonlik bilan mana shu tabletkalarni uzoq vaqt ichib yurmang, chunki ularni ham organizmni bir boshqa joylariga ta'siri bor. Har bitta dori borki, bir joyga foydasi bo'lsa, bir joyga zarari ham albatta bo'ladi. Ikkinchidan, burun toraytiruvchi spreylarni sizda allergiyami, shamollashmi borligini aniqlamasdan ko'p vaqt mobaynida, 5 kun, 7 kun mobaynida ortiq sepib yurmasligingizni maslahat beraman, chunki siz hozir bitta kasallik bor edi, yana ikkinchisini ham ortib olishingiz mumkin. Chunki hozir juda ko'p kishi mana shu burun spreylariga o'tirib qolgan. Uchinchidan, asid terapiya haqida biling va o'sha qayerda qilinishini bilsangiz, o'sha yoqqa borib, o'sha asid terapiyani qiling. Chunki bu kasallikni simptomini emas, ayni negizini, ayni sababini yo'qotishga yordam beradi. Va burningizda agar muammolar bo'lsa, o'sha boya aytganimizdek, burun tuzi qiyshiqligimi, polipmi, mana shular bo'lsa, nafas olishingizga xalaqit beradigan ko'rigimizga kelishingiz mumkin. Azizlar, 10 yildan beri lor jarrohlik bilan shug'ullanaman. Rossiya Federatsiyasi tibbiyot fanlari nomzodiman. O'sha 6 yil umrimiz Rossiyada ilm talabida o'tgan. O'sha yerda biz yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini o'rganganmiz, ya'ni burun va burun yonboshiqlarda zamonaviy yuqori texnologik og'riqsiz operatsiya, o'sha bolalarda adenoidlar vegetatsiyasi bo'ladimi, surunkali gaymeritlar bo'ladimi, burun tuzi qiyshiqligi bo'ladimi, yokida bemorlarda eshitish pastligi bilan bog'liq muammolar, quloq oqishi, quloqdagi shovqin, yildan yilga eshitish pasayishi yoki parda yirtilishi bilan bo'lgan muammolarni ham hozirda muvaffaqiyatli bajarib kelmoqdamiz. Boya aytganimdek, men o'zimda ham allergiya bor va men o'zim qanday davolayman? Har doimo allergiya sezoni, ya'ni mavsumi boshlanishidan oldin men mana shu mahalliy GK spreylarni bir oy sepaman. O'shanda allergiya paytida men yaxshi yuraman. Oxirgi paytlarda e'tibor bersam, mana shu mahalliy burunga sepadigan spreylarim ham uncha zo'r foyda bermayapti. Shuning uchun men bir narsaga e'tibor berdim. Hozir sanatorno-kurortniy lecheniyaga ko'proq urg'u beryapman. Ya'ni albatta dengizga borib cho'milish kerak. Mana shu 1 yilda 2 marta dengizga borib cho'milsam, allergiya paytida ham allergiya bo'lmayman. Va albatta o'zimni allergen mahsulotlardan tiyishga harakat qilaman. Gazli ichimliklardan, keyin mana shu fast foodlardan, har xil shirinliklardan. Shuni hisobiga hozir Xudoga shukr, oxirgi paytlar allergiya umuman meni bezovta qilmayapti desam ham bo'ladi. Agar ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'ling. Allergiya bilan xastalangan qarindoshlaringizga yuboring, o'zingizni asrang va kommentariyada yana kelgusi qaysi mavzularda siz ilm olishingizni, mana shu ma'lumot olishingizni xohlayotganingizni yozib qoldirsangiz, albatta o'sha mavzularda ham video qilamiz.